Oxirgi paytlarda ko'p savol tushib kelyapti. Nimaga motor moyim 5000 kilometrda qorayib ketyapti? Endi yaxshi motor moylari 5000 kilometrda emas, даже 4000 kilometrda ham qorayib ketishi mumkin. O'sha narsa motor ichi qanchalik iflosligiga bog'liq bo'ladi. Agar oddiy bazaviy moya oladigan bo'lsak, oxirgi paytlarda ko'pincha 2-3 guruh moylar ishlatilyapti. O'sha moylar oppoq bo'ladi, hali rasmini ko'rsataman yoki videosini qilib beramiz. O'sha moyni olib turib 250-300 gradusgacha ham qizdirsa ham rangi o'zgarmaydi. Oppoq suvdek qanaqa turgan bo'lsa shunaqa turaveradi. Yaxshi motor moylarga motor ichini yuvuvchi prisatkalar qo'shiladi. Ushbu prisatkalar o'zi qorayib ketmaydi. Motor ichini yuvganidan, shlamidan. Misol uchun silindr ichida yoqilg'i yonib portlagan paytida stenkalarda qora nagar yig'iladi. O'sha moy o'sha stenkalarni yuvayotgan paytida o'zida ushlab qoladi o'sha qorasini. Yomon moy bo'ladigan bo'lsa, moy o'ziga qabul qilmasdan turib, poddoninglarda bo'tqa bo'lib yig'ilib qolishi ehtimoli bor. Agar motor moyinglar qorayib ketayotgan bo'lsa, umuman xavotir olmanglar. U motoringlarning ichini tozalab yuvayotgan bo'ladi. Agar naborot bo'ladigan bo'lsa, demak, moy yaxshi ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Yana bitta misol keltirib o'tib ketishim mumkin. Agar birinchi avtomobilimizni 1 soat ichida 20 kilometr masofa bosib o'tayotgan bo'lsa, bu shahar ichida yuradigan avtomobillar. Ikkinchi avtomobilimizni 1 soat ichida 60 kilometr masofa bosib o'tadigan, bu bitta shahardan ikkinchi shaharga qatnaydigan avtomobillar. Ushbu ikkala avtomobilimizni o'rtacha 250 motosoat motori ishlagan bo'lsa, bilishimiz mumkinki, shahar ichida yurgan mashina 250 soat ichida 5000 kilometr yurib o'tadi. Ikkinchi avtomobilimizni o'rtacha tezligi 60 kilometr bo'lgani 250 soat ichida 15000 kilometr yurgan bo'ladi. Ikkala avtomobilni ham taxometri 2,5-3000 oborotda deyarli bir xil yoqilg'i sarflagan deb aytsak bo'ladi. Kelinglar birgalikda hisoblab ko'ramiz. Agarda birinchi avtomobilni haydovchisi, ikkinchi avtomobilni haydovchisi necha ming kilometr masofa bosib o'tayotganini bilib turib, men ham shuncha yuraman desa, shunda 15000 kilometr bo'lamiz. O'rtacha soatiga 20 kilometr bosib o'tadigan avtomobil motori 750 soat ishlagan bo'ladi. Ikkalasi ham 15000 kilometr masofa bosib o'tsa, birinchi avtomobilimizning motori 750 soat ishlagan bo'ladi, ikkinchi avtomobilimizning motori 250 soat ishlagan bo'ladi. Shunaqa qilib o'zingizlar ham o'ylab ko'ringlar. 15000 kilometr 750 soatda yurgan avtomobilning motori qorayadimi yoki 250 soat ishlab turib 15000 kilometr masofa bosib o'tgan avtomobilning motori qorayadimi? Agar avtomobilingizni dvigatelining ichi zavoddan chiqqanday top-toza turishini xohlasanglar, xarajatdan qochmasanglar, bizning tavsiyamiz 200-250 motosoat ichida yoki har 5000 kilometrda moy almashtirishni tavsiya qilamiz.